Tanaffusda aytilgan gaplarni insaydini eshitdim. Aniq, tiniq insaytlar va u yerda bo'lganlar aytishyapti, haqiqatan ham Islom Ismoilov ajoyib notiq. Futbolchilarga kerakli gapni kerakli paytda ayta oladigan zo'r mutaxassis ekan deyishdi. U maydonga tushirayotgan yigitlarni hammasini yig'ib turib aytgan. Yigitlarga shu paytgacha o'zingiz uchun o'ynadingiz, vatan uchun o'ynadingiz, oilangiz uchun o'ynadingiz, do'st yorlaringiz uchun o'ynadingiz, gap yo'q. Hammasini zo'r qildingiz. Endi esa bitta murabbiylarni chaqirib turib, mana bu murabbiylar uchun o'ynaysizlar degan. Mana bu murabbiylar uchun o'ynaysizlar. Qaysiki sizlarning ortingizdan tinimsiz yurgan, adolat uchun kurashgan, maoshi ham unaqa g'ov deb yuborilmasa ham, lekin fidoyilik bilan siz bilan 50 kundan beri ishlayotgan, undan oldin-ku rosa ko'p ishlab kelgan, lekin mana bu uzoq muddatda siz bilan ishlayotgan murabbiylar uchun o'ynaysizlar. Men uchun o'ynaysizlar, murabbiylar uchun o'ynaysizlar. Shunaqa o'ynanglarki, bu o'yin sizlarning hayot o'yininglar bo'lsin degan.